Mart oyida tug'ilgan insonlar ko'p gapirishni va hammani e'tiborda bo'lishni yaxshi ko'rishadi. Ular tanqidga chiday olmaydi va har doim o'z fikrida qoladi. Bu insonlar unchalik mol-dunyo va dabdabali hayotga qiziqmasa-da, lekin doimo boy insonlardek yashashni xush ko'rishadi. Ular doim o'zgalarga yordam beradi. Ba'zan birovlarni deb o'z hayotlarini xavfga qo'yishga ham tayyor turishadi. Agar sizga mart oyida tug'ilgan insonlarni birortasi maslahat bersa, albatta ularni maslahatiga quloq tuting. Zero ular hech qachon o'zgalarga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning kamchiligi shundaki, ular tez ishonuvchan va tezda arazlab qoluvchi insonlardir. Bu insonlarni juda tez aldashingiz mumkin. Lekin bir narsani unutmangki, ular sizga qilgan ishingizga tezda javob berdirishadi. Shunday ekan, bu insonlarni aldashga urinmang. Ular martlikni xush ko'radi. Kim ularga martlik qilsa, ular bu narsani yuqori baholaydi va u insonga ham martlarcha javob qaytaradi. Mart oyida tug'ilgan insonlarning ichida juda ko'plab iste'dodli Ты моя хулиганка, моя банда, ты моя хулиганка, моя банда, моя банда. Ты моя хулиганка, будем мы с тобой, ты моя банда. Без тебя никак, это наверняка. Она моя беда, она беда. Ты, знаю, именно та. Подари себя, дай, и да не улетай. Без тебя никак, это наверняка. Она моя беда, она хулиганка. Мне говорили не раз и не два, забудь о ней, она не твоя. Я глушу все слова, сними боль. Это любовь, душа моя, бой. Она никогда не любила, поверь. Это напрасно, опасно, как зверь. Но меня тянет сильней. Пускай меня ранит, но будет моей. Между мной и тобой огонек.